Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Siz azizlarim bilan bugun ham kanallarimiz orqali sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Xalqimiz orasida oila farovonligi tuman baxtdir deyishadi. Haqiqatan ham har bir oila a'zosining sog' va salomat bo'lishi uning farovonligini ta'minlaydi. Ana shu farovonlikni ta'minlayotgan qo'li yengil, egnida oq xalati bor, Gippokrat qasamiga sodiq shifokorlar borki, xalq ularning beminnat xizmatidan mamnun bo'lmoqda. Ana shunday shifokorlar mehnat qilayotgan Yashnobod tumanida joylashgan. Yashnobod tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i G'ayrat aka Qudratovni suhbatga chorlar ekanmiz. Bu yerda mehnat qilayotgan qo'li yengil shifokorlarning ayni kunlarda xalq salomatligi yo'lida qanday ishlarni amalga oshirayotganini bilib oldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamila opa, rahmat. Avvalambor tashrifingiz uchun. Mana men bugun Yashnobod tumanida olib borilayotgan ishlar haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Muhtaram prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan biza xalqimizga tibbiy xizmat ko'rsatishning yangi modeli, ya'ni davlat tibbiy sug'urtasi orqali tibbiy xizmat ko'rsatishga o'tdik. Buni afzalliklari shundan iboratki, aholimizga o'sha tibbiy xizmat maqsadli, manzilli yetib boradigan bo'ldi. Buni afzalliklari har bir fuqaroning salomatligi to'g'risidagi ma'lumotlar maxsus elektron serverda saqlanadi. Bundan tashqari murojaat qilgan bemorlarimiz elektron poliklinika tizimida maxsus marshrut orqali tibbiy yordam oladilar. Qolaversa, hozir eng xalqimiz uchun qulay bo'lgan bitta yangilik bu reimbursatsiya, ya'ni elektron retsept orqali bemorlarimizga dori-darmonni taqdim qilish, bepul taqdim qilish. Murojaat qilgan bemor oila shifokor tomonidan ko'rikdan so'ng unga dori vositasi tavsiya etiladi va elektron retsept yoziladi. Elektron retseptni borib bemor o'sha dori-darmon yoki xususiy aptekalardan, xususiy dori-darmon yoki xususiy dorixonalardan bepul oladi. U dori-darmonni narxini yoki xaridini davlat tibbiy sug'urta jamoasi qoplab beradi. Ikkinchi yana bitta qulayligimiz, oila shifokorlarimiz bevosita o'zlari bemorlar imtiyozli yo'llanmalar taqdim etadilar va qolaversa, nogironlikni belgilash bo'yicha ham elektron dastur orqali har bir oila shifokor o'sha o'zini bemorini ma'lumotlarini elektron platformaga kiritadi va u keyin nogironlikka chiqish darajasini belgilanadi. Mana shu qulayliklar hozir xalqimizga yaratildi. Bu o'sha davlatimiz rahbarining tibbiyotga bo'lgan yuksak e'tiborlari natijasi deb o'ylayman. G'ayrat aka, mana bugun yurtimizda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami shukuhi kezib turibdi. Siz munis onaxonlarimizga, dilbar opa-singillarimizga, farishta misol qizlarimizga, dona buvijonlarimizga bayram tabriklarini bayon etsangiz. Jamila opa, albatta ayol bilan olam munavvar, jannat onalar oyog'i ostida deyishadi. Haqiqatan ayol bo'lmasa, menimcha hayot ham bo'lmas edi. Ayol bu kelajak avlodni yaratuvchisi. Shuning uchun men bugun shu fursatdan foydalanib barcha onaxonlarni, opaxonlarni, opa-singillarni, barcha tibbiyot tizimida ishlayotgan ayollarimizni, shu jumladan sizni ham, oila a'zolaringizni, qizlaringizni, sizni jamoangizda ishlayotgan barcha ayollarni kirib keladigan chiroyli bahor bayrami 8-mart bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Sizlar ayollarimizning chehrasida mana shu bahor shukuhi, bahor yangilanishlari, bahor go'zalligi har doim bardavom bo'lsin. Oltin boshlari omon bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin, oilalarda doim xotirjamlik bardavom bo'lsin. Bizani tibbiyot xodimlarini tomonidan bitta tilagimiz, avvalo hamma ayollarimiz sog' salomat bo'lsin. Ha azizlar, G'ayrat aka aytganidek, salomatlik tuman boylik. Har bir oilaning munisasi, dilbari omon bo'lar ekan, shu oilada xotirjamlik bardavom etadi. Biz esa qo'li yengil shifokorlarimizni ham kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan muborakbod etar ekanmiz. Aslo xorimang deymiz.